Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa Qarshida Kia Bongo. Akalarimiz bizning ishlarimizni muntazam kuzatib borar ekanlar. Xudo xolasa shu o'zligiga yoqqan variant qilib berganmiz. Ko'rib turgan edik. Tentli tomi tepasi ochiladigan variant, orqasi ikki yonga ochiladigan darvozali qilib berganmiz akalar. Buni balandliklari keladigan bo'lsa, balandliklari pol qismidan tom qismigacha 1.85 razmerda qilib berganmiz. Akalar nima deyapti bu video? Hozirlarga ichki tomonini bitta ochib ko'rsataman. Orqasi mana ikki yonga ochiladigan darvozalar qilib berilgan. Kechqurun yurganda atirjat qilgichlik uchun atirjatni nakil-akalar bilan birgalikda. Akalar bilasizlar, mana bu ruchkasi turetskida yozib qo'ygan, lekin Xitoy bo'ladi. Akamiz shuni xohlaganliklari uchun, chunki oldingi mashinalariga shundan qo'yib berganmiz va shundan xohladilar. Ochganinglarda sizlarni bitta ajoyib, bitta katta zalda bitta xona kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, faner obshipkamiz oldi ikki yoni 6 mm pressovniy rossiyskiy faner bo'ladi. Pol qismi 8 li bo'ladi akalar. Tepasiga e'tibor qilasizlar, tepasi alohida ochiladigan syomnili dugalari bor. Va ichki tomoni yorug' bo'lishligi uchun sim tashab ketganmiz. Ochilish yopilishlariga e'tibor qilasizlar. Ochilish yopilishlari plavniy. Agar quplashga to'g'ri keladigan bo'lsa, quplab qo'ysanglar, bexavotir yuklarni o'z manziliga olib borasizlar. Bu yoq tomonda mana ko'rinishlari. Akalar, tentlarimiz har doimgidek koreyskiy 650 gram tentli bo'ladi. Mana natashkasini ko'ringlar. Misol baraban qilib berilgan. Remellari mana. Remellari ham mustahkam, yo'llarda fiksatorlar bilan qilib berganmiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahrida joylashgan. Ustaxona qidirib yurgan yaqin do'st birodaringlar bo'lsa, ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar.